Qo'qon shahridagi turizm yo'nalishlarida asfalt o'rniga marmar toshlar teriladi. Farg'ona viloyati hokimining turizm, madaniyat, madaniy meros va ommaviy kommunikatsiyalar masalalari bo'yicha o'rinbosari Xurshidjon Ahmedov hamda Qo'qon shahar hokimi Ma'rufjon Usmonov mutasaddilar bilan Istiqlol ko'chasi va boshqa turizm yo'nalishlarida nazarda tutilgan marmar tosh qoplamalari, Istiqlol ko'chasida olib borilayotgan obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirish va yoritish tizimlarini tartibga keltirish masalalarini muhokama etdilar. Ayni paytda ko'cha bo'ylab joylashgan savdo va xizmat ko'rsatish obyektlari oldida o'rnatilgan beo'xshov reklama qurilmalari ham olib tashlanmoqda. Muloqot chog'ida Qo'qon shahar hokimi Isfaraguzar mahallasida ham boshlangan qurilish ishlari xususida ma'lumot berdi. Ulug'bek Norboyev, Zebo Mirzayeva, Qo'qon shahar hokimligi axborot xizmati uchun.